6 yildan beri menda shu bosh og'riq, yurak qisishi, yurak og'rig'i, vasvasa meni qiynab kelayotgan edi. Bormagan doktorim qolmadi, bormagan joyim qolmadi. O'zbekiston bo'yicha aylanib chiqdim. Har oy menda MRT bor edi. MRT qilar edim. Menda nimadir bor. Ichim faqat yurak bug'ular edim. Kechqurun yotib bilmas edim. Quskim keladi. Hech narsa faqat menda qusish naqasi bor edi. Vasvasa bor edi. Baribir bir narsa unaqa bo'laman, o'lim, xayolimda o'lim bor edi. Uydagilarim bilan men yaxshi emas, unaqa edim, urushar edim. Farzandimni ko'rishga ko'zim yo'q edi. Unaqa bilan, nanam bilan, o'yim bilan ham shunaqa muammom juda ham ko'p edi. Va men eshitdim, Buxoro shahrida shunaqa Qur'on shifo naqasi bor ekan. Dargohi bor ekan va shu yerga keldim. Menga Ulug'bek domlo shu narsani bizlarga Qur'on